Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Psixologiya tarixiga oid navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz psixologiyaga oid bo'lgan. Avvalgilarda biz ma'lum bir shaxslarni, ularni amalga oshirilgan qanaqa ishlaridan psixologik qarashlarni ajratib olgan bo'lsak, bugungi darsimizda qiziqarli bir jihatlarga ham to'xtalib o'tamiz. Ya'ni xalq og'zaki ijodi psixologik g'oyalar, psixologik qarashlarni bu yerda ajratib, o'rganib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xalq og'zaki ijodi biz bilamiz. Hop, bu ma'lum bir undagi misol uchun maqol deymizmi, masal deymizmi yoki ertak deymizmi, doston ma'lum bir shaxsga tegishli bo'lmaydi. U xalq tomonidan og'izdan og'izga, o'sha avloddan avlodga uzatilib kelish natijasida bizgacha saqlanib qolgan, uni aniq bir muallifi bo'lmaydi. Shu sababdan bu xalq og'zaki ijodi, xalq ijodi sifatida bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda ham mana ta'rifini bildiryapti. Millatning asrlar davomida shakllangan ijtimoiy hayoti, dunyoqarashi va ruhiy kechinmalarini badiiy ifodasidir. Bu xalq og'zaki ijodini bu yerda ta'riflab o'tyapti. Unda xalqning dunyoqarash tafakkuri, his-tuyg'ulari, axloqiy qadriyatlari va psixologik qarashlari ham albatta mujassamlashgan. Shuning uchun ham biz darslarimizda bu narsalarga e'tibor berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Har bitta xalqni psixologik nuqtai nazardan qaraganimizda ham o'ziga xos xususiyati, o'sha xalqni o'zini ham ruhiyati, xalqni o'zini ham dunyoqarashi, kayfiyatini ko'rishimiz mumkin va bu narsa albatta uni xalq og'zaki ijodida namoyon bo'ladi. Shu sababdan bu mavzuni ham tashkillashtirganmiz. Bunga o'sha xalq og'zaki ijodi ertaklar, dostonlar, maqol, matallar, o'sha mavsum qo'shiqlari bo'lishi mumkin, qo'shiqlar, afsonalari ko'rish mumkin. Bunda shaxsiy va ijtimoiy xulq-atvor, tarbiya va ta'lim haqida chuqur psixologik g'oyalar mavjudligini bunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, xalq og'zaki ijodida shaxs psixologiyasi, masalan uchun ertak va rivoyatlarni oladigan bo'lsak, shaxsning xulq-atvori yoki bo'lmasa ichki nizolar, ichki ziddiyatlar, yaxshi va yomon sifatlar o'rtasida kurashni tasvirlaydi. Masalan, Zumrad va Qimmat degan barchaga ma'qul bo'lgan, tanish bo'lgan ertakni oladigan bo'lsak, mehribonlik va hasadgo'ylik qarama-qarshiligi, ularning oqibatlari yoritilgan. Misol uchun inson bironta bir muvaffaqiyatga o'zini xulqi, xarakteri, harakatlari bilan yetishishligi yaqqol berib tasvirlangan. Yoki bo'lmasa uni aksi bo'lsa, o'sha xulqidan, uni ijtimoiylashuvi yoki boshqa jihatlarida muammo bo'ladigan bo'lsa, bu uni muvaffaqiyatsizligiga, zamonaviy psixologiya tilida aytadigan bo'lsak, olib kelishi keng yoritilganini ko'rish mumkin. Bu orqali o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni qadrlash va salbiy sifatlardan voz kechish g'oyasi shakllanadi. Mana bu narsani ham biz psixologik nuqtai nazardan bir qarash deb baholab ketishimiz mumkin bo'ladi. Hop, dostonlar bor. Bu xalq og'zaki ijodida alohida o'rin egallaydi. O'sha qancha davrlardan beri baxshilar tomonidan ijro etiladigan dostonlarni olishimiz mumkin. Dostonlarda qahramonlarni jasur, qo'rqmas, mardligi va o'sha orqali yutuqqa erishganini ko'rsatadi. Ya'ni shaxsni bironta bir faoliyatda yuqori natijani, samarali natijani keltirish uchun shaxsga o'ziga kerak bo'lgan bir qancha sifatlarni bo'rttirib, alohida ta'kidlab ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan uchun undagi boya aytganimizdek mardlik, jasurlik yoki fidoyilik, sabr, toqat psixologik jihatdan ideal shaxs obrazini yaratadi. Alpomish dostoni bu yerda misol keltirilyapti. Alpomish dostoni o'zbek xalqini jasorat, sadoqat va vafodorlik haqida qarashlarini bu yerda ifodalaganini ko'rishimiz mumkin. Go'ro'g'li dostonida bir qancha psixologik jihatlarni ham tanqid qilishimiz mumkin. Misol uchun Go'ro'g'li xalq ongida mukammal shaxs, adolatli, halol, vatanparvar qiyofasini ifodalaydi. Ya'ni uni psixologik portretidagi o'ziga xoslik bu millatni o'z milliy xarakterni aks ettirganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha bir qancha psixologik tushunchalarni qamrab olganini ko'rish mumkin.
ijtimoiy psixologik qarashlar bunda qanday namoyon bo'ladi desa, dostonda jamoa manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish. Misol uchun xalqni, ko'pchilikni manfaatini to'qnash kelganda o'zini manfaatini chetga surish holatlarini, xalqni birligi va birdamligi g'oyasi aks etganligini, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashi, empatik jihatdan, emotsional jihatdan, g'oyaviy jihatdan bir-birlarini tushunib qo'llab-quvvatlashi bu yerda aks ettirilganligini ko'rish mumkin. Bu yerda yosh avlodga o'rnak bo'ladigan motivatsion jihatlari ham bor. Ya'ni qahramonlar qandaydir qiyinchiliklarga duch kelganida irodaviy sifatlarga tayangan holda yana ham oldinga intilishi, yana ham o'sha jasorat bilan, matonat bilan oldinga borib, ko'zlangan maqsad sari harakatlanishini bu yerda o'sha motivatsion jihat sifatida dostondagi bir holat deb baholab ketamiz. Axloqiy saboqlari bu yerda har xil hiyla, ayyorliklarsiz, mardlik bilan o'sha hasad, xiyonat, zulm kabi illatlar qoralanib, boyaga yuqoridagi sifatlar ardoqlanadi. Sadoqat, do'stlik, mehr, shafqatlar qadrlanadi. Bu o'sha axloqiy saboqlar hisoblanadi. Ya'ni dostonni axloqiy jihatdan bir ko'rinishi sifatida o'sha shaxsdagi bu xislatlarni olib chiqqanligi to'g'risida bu yerda kuzatuvlarni tasdiqlashimiz mumkin. Axloqiy psixologik g'oyalar, misol uchun bundan tashqari, dostonlardan tashqari maqol va matallarda ham o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun maqol va matallar inson xulq-atvorini qisqa, lo'nda psixologik xulosalar asosida ifodalaydi. Yaxshilik qil, daryoga ot, xalq bilma, xalq mana shunaqa ot, xalq bilmasa baliq bilar degan. Ya'ni yaxshilik qil, suvga ot, baliq bilar, baliq bilmasa tepada xoliq bilar degan mazmunda bizlar maqollarni bilamiz. Ya'ni inson ongida altruistik xulq, ya'ni doim yordamga shay, yordam bo'lganda ham beminnat, hech qanaqa manfaatlarsiz o'zini shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ko'maklashishni bu yerda ifodalashni ko'rdik. Endi bu yerda psixologiyadagi eng keng tushunchalardan bittasi bu shaxs emotsional xususiyati. Bu yerda bu narsadan yaqqol ko'zga tashlanadigan g'azab. G'azab aql dushmani deydi. Yoki boshqa maqolda aytadi, aql ketadi, jahl chiqqan vaqtda, jahl chiqsa aql ketadi. Ya'ni jahl bu bizning emotsiyamiz, g'azab. Aql esa bizning o'sha ong xususiyatlarimizdan bittasi. Qachonki bizda emotsiya yuqori bo'lganda, demak, tahlil qilish, fikrlashlar yo'qolishini bu yerda ko'rsatib o'tyapti. Buni kundalik turmushda ham, misol uchun, ba'zida biz bir kishiga qattiq gapiramiz, bir pasdan keyin bizga o'ylar kelishni boshlaydi. Nimaga unaqa qildim, ko'ngilni ortib qo'ydim, xato qildim deb o'ylaymiz. Nimaga o'shani boya gapirayotgan vaqtda o'ylamadik? Chunki jahl kelganda aql ketdi. Va jahl ketgandan keyin yana aql kelib o'shani tahlil qilganini ko'rish mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha maqolda g'azab aql dushmani deb bu yerda bir so'z bilan ifodalaydi. Yoki topishmoqlar, o'sha jumboqlarida ham qog'oz ijodidagi shaxsni kognitiv sohasini rivojlantirishga, tafakkur, kuzatuvchanlik, tasavvur va xotirani rivojlantirishga bu yerda xizmat qilishini ko'rishimiz mumkin. Hop, tafakkur yuzasidan ba'zida biz maqollarda shunaqa qarama-qarshilikka duch kelishimiz mumkin. Misol uchun, o'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Maqolning mazmuniga qaraydigan bo'lsak, o'ylab o'tirgandan ko'ra tavakkal qilib ishni bitirishlik samara keltirishini aytadi. Bunga teskari bo'lgan yana bitta maqolni ko'rish mumkin. 7 o'lchab 1 kes. Ya'ni obdon o'ylab keyin ish qilishlik. Endi bu yerda shunaqa xulosa chiqarishimiz noto'g'ri. Ya'ni bizni maqollar bir-biriga zid yo'q. Bu zidlikni tagida yana bir narsa borki, bu vaziyatga qarab ish tutishlik. Juda ko'p o'ylab o'tirishlik ham zarar va o'ylamasdan ish qilish ham zararliligi. Uni o'rtasida bo'lishlik maqsadga muvofiqligini bu yerda tasvirlaganda ko'rish mumkin. Shu nuqtai nazardan ba'zi o'rinlarda bunaqa maqollarda ham ko'rishimiz mumkin. Do'stsiz oshim, do'stsiz boshim, tuzsiz oshim deydi. Ya'ni do'st bu kerakligini, unga ishonch bildirib, uni qo'llab-quvvatlab, u bilan birga bo'lish. Yoki boshqa maqolda yana ishonmagin do'stingga somon tiqar po'sting. Ana bu ham o'sha o'rtada, me'yorda bo'lib, vaziyatga qarab ish tutishlikka bu yerda chorlaganini ko'rish mumkin.
afsona va rivoyatlarda, lafaz qo'shiqlarda ham xalq o'sha ehtiyojlaridan kelib chiqib ularni yaratgan bunda psixologik xususiyatlar aks etgan. Bundan tashqari bizlar hadis va oyatlarda ham to'laqonli psixologik qarashlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda Qur'on oyatlarida ruh va muvozanat va sabr haqida deyapti. Ey mo'minlar, sabr va namoz bilan yordam so'ranglar. Albatta Alloh sabr qiluvchi bilan birgadir deyapti. Bu oyatda inson psixologiyasi sabrni ruhiy barqarorlik va muammolarga bardosh berish mexanizmi sifatida ko'rsatgan. Misol uchun agar bunaqa holatda bo'lmasa muvaffaqiyatsizlikka uchrashi tayin. Ya'ni sabr bir qiyinchilik yetdi, o'sha qiyinchilikni ortida albatta unga yaxshilik bor. Uni biladi, lekin unga yetib borish uchun bir xususiyat sabr. Psixologik nuqtai nazardan qaraganda irodaviy sifat bu yerda yordamga keladi. Mana shu nuqtai nazardan bu oyatda yordam so'rang. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birga deb sabrli xususiyatini shaxsdagi irodaviy sifatlarni ma'qullaganligini ko'rish mumkin. Bu Baqara surasi 153-oyatda keltirildi. Qo'rquv va xavotirni yengishda ham bu yerda bir qancha oyatlar keltirildi. Zaif bo'lmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Agar mo'min bo'lsangiz, siz ustunsiz, g'olib chiqasizlar degan mazmunda. Oyatda kishida ichki kuch, o'ziga ishonch, ichki motivlarni, psixologik mustahkamlikni rivojlantirishga undaydi. Xo'p, Oli Imron surasi 139-oyatida boyagi albatta Allohni zikr qilish bilan qalblar orom oladi, ya'ni taskin topishini, qanaqa holatda ketishligini bu yerda ko'rsatib o'tyapti. Zamonaviy psixologiyada ham bu yo'nalishda juda ko'p tadqiqotlar buni qay darajada haqiqatligini уже isbotlab bergan tadqiqotlarda. Ra'd surasi 28-oyat yoki hadisda kuchli kurashchi, ya'ni hadisda Rasululloh aytyapti, kuchli kurashchi kuchli bu kurashchi odam yiqituvchi emas, balki g'azab paytida o'zini tutuvchidir. Ya'ni kuchli inson yiqitadigan emas, g'azab vaqtida o'zini tutadigan, g'azabini boshqaradigan bu kuchlidir deb o'sha shaxsdagi hissiy boshqarishni, o'zini nazorat qilishni muhimligini bu yerda aytib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari umid va ijobiy fikrlar to'g'risida ham bir qancha hadis oyatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu bugungi mavzuyimiz bo'yicha sizlarga qisqacha ma'lumotlar edi. Siz endi o'sha xalq og'zaki ijoddan, maqollardan, ertaklardan yoki boshqa jihatlardan bu yerda ta'kidlanmaganini o'rganib, hadis, oyat bo'lishi mumkin. Uni psixologik jihatini yoritishga o'sha daftarlarimizga qaytib borishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga topshiriq sifatida berilyapti. Yana keyingi darslarimizda demak ko'rishguncha xayr deb qolamiz.